Assalamu alaykum, hörmətli huzur kökçülər. Yaxşımısınızlar? Mən Parat Yo'rinqashulman. Oldulan hammangizlarni yurakdan salomlayman va Janob Allohdan sizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt-saodat tilayman. Aziz do'stlar, Bosh shtabi Germaniyaning Myunxen shahridagi Sharq Turkiston informatsion markazi tomonidan tasdiqlangan Uyg'ur televiziyasining bugungi maxsus xabarlar programmasiga xush keldingizlar. 6-oyning 5-kuni Amerika prezidenti George W. Bush ve Hanım Laura Bush, Dünya Uyghur Kurultayı Reisi, Sharq Turkiston Milliy Harakatining rahbari ve Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabia Hanımni maxsus qabul qildi. Chex Cumhuriyetining poytaxti Praga shahrida o'tkazilgan Demokratiya va bexatarlik nomli xalqaro yig'in qatnashayotgan Rabia Hanım yig'inning 2-kuni Praga vaqt soat 16:30 da Amerika prezidenti Bush apandining maxsus qabul qilishiga muyassar bo'ldi. Dünyadaki nurg'ulg'an davlatlarning prezidentleri, baş ministerleri, tashqi ishlar ministerleri, parlament reisleri, hukumatlarning o'qitish rahbarlari va xalqarodagi atoqli siyosiy faoliyatchilardan bo'lib 500 dan ortiq kishining qatnashishi bilan o'tkazilgan demokratiya va bexatarlik yig'ini 6-oyning 4-kuni Praga shahrida rasmiy boshlangan edi. Amerika prezidentlik ishxonasining taklifiga binoan Dünya Uyg'ur Qurultayi raisi Rabia Hanım, Uyg'ur Amerika jamiyatining muavin raisi Roshan Abbas xonimning hamrohligida Praga shahriga yetib kelgandi. Prezident Bush Pragada chaqirilgan xalqaro demokratiya va bexatarlik yig'inida qilgan so'zda Rabia xonimni alohida tilga olib, Rabia Qodir bu yerda men ko'rishadigan yana bir o'qituvchi zotdir. Biz uning o'g'illarining turmada sulanganligini, uning kishilik huquq faoliyatidan o'chirish qilmish ekanligiga ishonamiz deb ko'rsatdi. Prezident Bush yana Rabia Qodirga o'xshash er va ayollar shu davlatlarning zo'r boyligidan iborat. Shundaqla ular qurolliq harbiy qismlar va yer osti neft boyligidan qimmatlidir deb ta'kidladi. Amerika prezidenti Bushning Rabia xonimni qabul qilib ko'rishganlik xabari chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar orasida kuchli hayajon va xursandlik tuyg'usi paydo qildi. Dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib borayotgan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining hammasi birdek bu qitimqi tarixiy uchrashuv Sharq Turkiston Milliy Harakatining rasmiy yo'sinda xalqaralashganligining ro'shan ifodasidan iborat. Ma'lum ma'noda aytganda bu Xitoy hokimiyatiga berilgan ajallik bir zarbadan iborat deb qarashmoqda. Hurmatli do'stlar ko'rishlar, Rabia xonim bu munosabat bilan Amerika Erkin Osiyo radiosining muxbiri Erkin apandining ziyoratini qabul qilganda bu qitimqi tarixiy uchrashuv haqida tafsiliy to'xtaldi. Assalomu alaykum Rabia xonim, yaxshimisiz? Rabia xonim, endi sizmi bilasiz, navbatda Amerika prezidenti George Bush Chex poytaxti Pragani ziyorat qilib o'tadi. Mo'shundaq bir prezident Bush Pragani ziyorat qilib o'tgan vaqtda sizmi Chexiyada Pragada paydo bo'ldingiz. Sizniki Chexiyaga borgan vaqtingiz prezident Bushning bu yerga ziyorat qilishi bu bir tasodiflikmi yoki oldin ola o'rinlashtirilgan bir planmi? Oldin ola o'rinlashtirilgan plan. Biz butun dunyo bo'yicha kishilik huquq va demokratiya, o'z xalqining erkinligi, o'z xalqining taqdiri uchun kurash qilgan jangchilar biz Pragaga to'plashdik. Biz bu yerga to'plashib, biz bilan birga prezident Bushmi bizning bu jilимizning sepiga kirdi va bu yerga o'rlashtirildi. Siz da'vatsiz bu sizlarningki bu sepinglarga prezident Bushmi kirdi deb. Bu siz bu yerda prezident Bush bilan ko'rishdingizmi nima? Shundaq. Prezident Bush bugun men o'zimning hayotinimni bosolmayman. Chunki tarixda mening Uyg'ur xalqining taqdirining noiti tarixiy bir kun deb hisoblasanglar bo'ladi. Dunyoning demokratiyasiga ko'ngil berayotgan, dunyodagi izilgan millatlarning kishilik huquqda dafsanda bo'lgan millatlarning taqdiriga ko'ngil berayotgan Amerika hukumati va Amerikaning prezidenti Bush bugungi bu demokratiya va tinchlik yig'iniga soat 4 bilan yetib keldi. Bizning maydimizga Bush apandim bilan ko'rishalaydigan, yig'inga qatnasha oladigan, alohida taklif qilingan mehmonlar qatorida bo'lgan mehmonlarning va kishilik huquq erkinlik jangchilari, xalqining mustaqilligi uchun kurash qilayotgan jangchilarning maydisiga havrang yulduz taqaldi. Chaqnab turadigan havrang yulduz bilan biz yig'in zaliga kirib keldik. Biz o'tirdik, uningdagi Bush apandim dal soat 4 bilan kirib keldi. Bush apandim yig'inda tüm dünyadaki izilgen milletler haqidagi demokratiya, kishilik huquq, erkinlik to'g'riliq so'zlarni o'tirib qo'yish bilan birga bizning Uyg'ur xalqini va mening ismimni atab turib, mening o'z xalqimning taqdiriga ko'ngil bo'lib, mushundaq mayda kelib chiqqan bir onaning farzandlarini
diktator Jungo turmusida yetivatqanligini bütün dünyadan yig'ilgan kishilik huquq jangchilarining oldida jakoladi. Demak, prezident Bushning sizning ahvolingizdan oldin ola xabari bor degan gapda? Xabar bor ekan. Men nihoyatda xursand bo'ldim. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Balamning rasmi aşı Çex Tashqi ishlar ministrligining cho'ng yig'in zalining oldiga shundoq meclisni kerib turgan qahramonlarcha turgan shundoq go'zal rasmi shu yerga qo'yilganligini ko'rdim. Hem balamning rasmi qo'yilibdi, hem balamning erkinligi to'g'riliq Bush apandim dunyoga uning erkinligi chiqishga ko'ngil bildirganlik haqida dunyoga jakoladi. Prezident Bush bilan bu jarayonda ayrim bir ko'rish fursatiga erishdingizmi? Nihoyatda xo'shallik bir xabar. Bütün Uyg'ur xalqini tabriklayman bugun. Muxbir efendim, ailemni tabriklayman. Bizning da'voyimiz Dünya Uyg'ur qurultiyining tarixdan beri kelib da'vo qilayotgan Uyg'ur xalqining barliq jangchilarining emgikining mevasini mana bugun ko'rdik. Bush efendim meni va meningki yordamchimni alohida qabul qildi. Biroz to'xtalgan bo'lsangiz bu haqda nimalar haqida paranglashtinglar?